Endi bunaqa yomon kasal bo'lmayman. Ha, yo'q. Yana qizim. bir bor Asalning uyidan quvilishi. Bu safar ekranga tikilgan har bir tomoshabin qalbida chuqur iz qoldiradi. Chunki bu gal uni haydab chiqarayotganlar orasida faqat qattiq qo'l qaynona emas, balki Daryoning o'zi ham bor edi. So'zsiz, sukut ichida turgan Daryo. Uning bu jimligi minglab so'zdan ko'ra dahshatliroq eshitiladi. Asal eshik oldida bir lahza to'xtaydi. Umid bilan Daryoga qaraydi. Lekin eridan yagona bir og'iz so'z kutib qoladi va bu so'z hech qachon aytilmaydi. Uning yuragida ana shu jimlik minglab yaralardan ham og'riqliroq iz qoldiradi. Bolalar esa bu ayriliqning o'rtasida qolib ketishadi. Ular hali onasi kimligini to'liq anglamasalarda, endi ularning ko'z oldida bu uy notinch, sovuq bir makonga aylanib bormoqda. Shu topda buvimning ovozi eshitiladi. Qattiq, sovuq, hech kimga nisbat bermaydigan bir tarzda. Adangni boshqa qizga uylantiraman, dodingizni beradigan qizga. Bu so'zlar shunchaki keksalikning injiqligi emas. Bu Daryoga qaratilgan, sekin asta ichiga singib boradigan bir bosim, uning har harakatini nazorat qiluvchi yashirin qurol. Va aynan shu payt buvim aktrisa Barchinni olib keladi. Uni katta ishtiyoq bilan tanishtiradi. Hayotda ham shunaqa, rolda ham shunaqa. Bu jumlaning ortida nimadir yashiringan, sanoqli so'zlar ichida katta bir reja yotibdi. Kamera Barchinning yuziga qaraganda, uning ko'zlarida oddiy tanishuvdan ko'ra chuqurroq bir maqsad ko'rinib turadi. Xonadonning ichida esa boshqa bir kichik, ammo zaharli voqea sodir bo'ladi. Xadicha beixtiyor Daryoga suv sepib yuboradi va bu kichik harakat kutilmaganda katta bir vaziyatga aylanadi. Buvim darhol gapga aralashadi. Rezinka kashmirlik sochiq haqida gapirib, Xadichaga o'git bergandek qilib tahdid soladi. Sochingga rezinka taqib qo'yaman. Bu so'zlar oddiy ko'rinsa-da, aslida oilada kim Daryoga yaqinlashsa, uni qaytarib qo'yish uchun ishlatiladigan nozik va qorong'u bir usul. Xadicha bu so'zlardan keyin boshini egadi. Uning ko'zlarida qo'rquv va tushunmovchilik aralash bir ifoda paydo bo'ladi. Bu orada uydan uzoqroqda boshqa bir suhbat kechmoqda. Ali, Daryoning kenasi, u bilan pastdan gaplashadi. Ovozida ehtiyotkorlik sezilib turibdi. Daryo esa bir og'iz aytadi. Dodamdan hech kim berolmaydi. Bu gapda uning butun og'irligi, butun mas'uliyati yashiringan. U endi shunchaki oila boshlig'i emas, balki butun uyning yagona ustuni, yagona tayanchi. Va uning ovozida bu ustun endi titray boshlaganini sezish qiyin emas. Ali esa ertaga pul olib kelishini aytadi. Bu so'zlar oddiy yordamdan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. Xuddi bir to'lov, bir jarima kabi eshitiladi. Boshqa bir kunda, boshqa bir uyda Asalning eng yaqin dugonasi Zamira kelin bo'lishga tayyorlanmoqda. Uning yuzida baxt bilan birga bir tashvish ham ko'rinadi. U asta shivirlagandek so'raydi. Bu odam yaxshi odamga o'xshaydi, lekin yaxshi odamni xotini tashlab ketarmidi? Bu savol shunchaki bir jumla emas. Bu kelajakda sodir bo'ladigan katta bir falokatning ilk qo'ng'irog'i. Zamira bu so'zni aytayotganda o'zi ham bilmay, hayotdagi eng katta xatoning boshini qo'yayotganini his qiladi. Hayotdan ham bir loteriya, deydi u pichirlab, va bu so'zlar keyinchalik uning o'zini eslatib turadi. Daryoning uyida esa boshqa manzara. U qo'lida 50 million so'mlik kartani ushlab, sovuq bir tabassum bilan aytadi. Kerak bo'lsa, yana tashlab qo'yaman. Uning so'zlarida moddiy ta'minot emas, balki xarid qilish niyati sezilib turadi. Men seni akangman deganda ham uning ovozida chin samimiyat emas, balki majburiy bir vositachilik bor. U yaqinlariga qarab, seni asrablashga harakat qildim, dunyoga keltirib oying bilan dadangga topshiraman degandim, deydi. Ammo bu so'zlar aslida uning ichidagi vijdon azobini yashirish uchun aytilayotgani sezilib turadi. Shu payt kasalxona sahnasi boshlanadi. Ali bir ayolni majburlab olib boradi.
Ayol esa homiladorlikni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Uning ko'zlarida qat'iyat, ovozida esa titrash bor. Bolamni oldirmayman, opamga bolani oldim deb ayting. Bu so'zlar shunchaki bir dramatik jumla emas. Bu ayolning butun borlig'i bilan aytgan qarshiligi. Uning bu qat'iyati Daryoning tuzilgan rejasida katta bir yoriq hosil qiladi. Ayol yana qo'shib qo'yadi. Kenim kelib baribir yo'qotadi. Bu so'zlar oilaviy yo'qotish tushunchasining qanchalik og'ir ma'noga ega ekanini his qildiradi. Bu voqealar orasida ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradigan bir detal bor. Buvimning past ovozda aytgan gapi endi boshqa masalada u. Bu jumla oddiy ko'rinsa-da, buvim aslida Daryoning haqiqiy holatidan xabardor ekanini fosh qiladi. U bilib turib jim turadi, bilib turib qo'llab-quvvatlamaydi. Bu oilaning og'zi berk saqlanayotgan sirlarining kaliti. Ali esa o'z vazifasini davom ettiradi. U yashirincha Daryoga pul beradi, lekin bu pulning ma'nosi shunchaki yordam emas. Ali aslida oiladagi ko'z, Daryoni kuzatib turadigan, uning har bir qadamini nazorat qiladigan shaxs. Tashqi tomondan yumshoq, samimiy ko'rinsa-da, uning har bir harakati o'ylab qilingan. Boshqa bir kechada kichkina bola shamollab qoladi. Uyda dori yo'q, eshiklar ochiq qolgan. Hech kim uning yoniga yugurmaydi. Bu sahna shunchaki tibbiy voqea emas. Bu bola Daryoning butun rejasiga sig'may qolgan yagona begunoh mavjudot. U Daryoning irodasidan tashqarida dunyoga kelgan va aynan shu bola orqali kelajakda butun sir fosh bo'lishi mumkin. Onaning ham, bolaning ham bu uyda xohlamay qabul qilingan a'zolarga aylanib qolgani yurakni ezadi. Va nihoyat aktrisa Barchin haqidagi gap yana qaytadi. Uning Daryoga turmushga chiqishi shunchaki yangi boshlanish emas, balki Daryoning o'z xatolarini tuzatishga urinishi. Ammo Barchinning tabiati boshqacha. U jahldor, qo'rqmas, o'z fikrini ochiq aytadigan ayol. Tashqaridan u tartib o'rnatmoqchidek ko'rinadi, ammo aslida Daryoning barcha yashirin sirlarini fosh qiluvchi kuchga aylanishi mumkin. Shu payt uzoqroqda Otabek sirlicha Zamiraga mashinalar yuboradi. Bu harakat ijobiy ko'rinsa-da, uning ortida boshqa bir maqsad yashiringandek tuyuladi va agar u Zamiraning yangi eriga qarindosh bo'lib chiqsa, butun oilaviy muvozanat izdan chiqishi mumkin. Shu tariqa bir-biridan uzoq ko'ringan bu voqealar, Asalning haydalishi, buvimning tahdidlari, Xadichaning qo'rquvi, Alining sirli puli, Zamiraning gumoni, kasalxonadagi ayolning qat'iyati, bolaning isitmasi, Barchinning paydo bo'lishi va Otabekning yashirin harakatlari barchasi bir-biriga bog'lanib, kelgusida katta bir portlashga tayyorlanayotgan zanjirni tashkil etadi. Har bir sahna o'z-o'zicha kichik ko'rinsa-da, ular birgalikda butun bir oilaning ichidagi jimgina yonayotgan olovni ko'rsatib turibdi. Va bu olov erta yoki kech albatta tashqariga otilib chiqadi.